Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyi va yanvar oylariga yangi qabullar davom etmoqda. Shular haqida batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Qahramon akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat. Qahramon aka, hozirgi kunda dekabr oyi va yanvar oyiga ham qabullar davom etmoqda. Shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p, bizda Farg'onadan chorshanba reyslarimiz bor. Haftada bir kun Namangandan, kunda-kunora Toshkentdan promo reyslarimiz bor bizda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, siz ham agarda niyat qilib yurgan bo'lsangiz, ekranda raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, safarimiz haqida ma'lumotlar berib o'tsangiz, Qahramon aka. Xo'p, biz safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 14 kun safar ichida 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal beriladi o'zbek milliy taomlari. Gastitsamiz oraliqlari Madinada 150-200 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi gastitsalarimiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari piyoda ham borib kelishsa bo'ladi va avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, aka. Shunday. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda tavsiya beraman, Centrum Holidays bilan birgalikda umra ziyoratiga, umra safariga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, bundan tashqari 14 kun safar mobaynida sayohat va ziyoratlar ham bo'ladimi? 14 kun mobaynida biz 50 boshlarimiz tomonidan sayohat ibodatlari bo'ladi. Zerikishmaydi. Qizil dengiz, Toif shahriga olib boriladi. Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonalariga biz 50 boshlarimiz tomonidan olib boriladi. Xudo xolasa. Ya'ni bundan tashqari hurmatli obunachilar, bu firma tomonidan beriladigan narsalardan bu eng zo'ri. Ya'ni bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati ham bor. Ya'ni Toif shahriga ham sayohatlar yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib joylarini bron qilinglar. Hozirgi kunda dekabr oyi va yanvar oylariga ham qabullar davom etmoqda azizlar. Xo'p, Qahramon aka, xudo xolasa obunachilarimiz tomonidan telefon qilganlarga bonus va chegirmalar qilib beriladi. Bitta oiladan 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lsa chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, narxlarimiz necha pul, Qahramon? Xo'p, narxlarimiz 1050 10-yanvargacha deb belgiladik, xudo xolasa. 10-yanvargacha 1050 dan bemalol to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarni bizda vodiydan kuzatib turganlar bo'lsa, bemalol ofisimizga kelib, rasmiy kassalarimizga bemalol o'zbek so'mida to'lov qilishlari mumkin. Agar vohadan, musofirdan kuzatayotganlar bo'lsa, bizga Telegram orqali, WhatsApp orqali chiqsa, biz bemalol pasportlarni tashlashadi, biz shot raqamlarimizni beramiz, mana bunday. Bemalol xohlagan banklardan to'lov qilishlari mumkin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdlaringiz, sizlarga to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda siz obunachilarimizga yana ham chegirmali narxlarni e'lon qilishdan to'xtaymiz. Qahramon aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Rahmat.